Ben bular uchun rahmat bo'lganman. Alloh men sabr qilaman deb payg'ambar alayhisalom faryod qildilar. Jang maydonida, Uhud maydonida Jibril alayhisalom tikladilar. Endi ko'zlarini ochdilar. Amakilari bilan hijrat qilgan edi. Kokolari bor edi. Ota o'rniga otalik qildi, bobo o'rniga bobolik qildi, ona o'rniga onalik qildi. Hazrat Hamza sayyidush shahoda ko'zlarini ochdilar. Payg'ambar alayhissalomni kokolari bu din uchun, siz uchun, biz uchun kofirlar jigarlarini chavargan, ko'zlarini chavargan payg'ambarimizning yonlarida Hazrat Hamzaning jigarlarini chaynab o'ltirgan kofirlar. Naray takbir! Naray takbir! Sharm qilaylik, hijolat qilaylik. Bizga nima bo'ldi din uchun? 5 daqiqa o'ltira olmaymiz. Bu ham bor Qur'onda. Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, tabliğ va bayon qilib o'ltirgan pirlaringiz tashvish qilmang, munofiqlar o'zi g'irpillab oysta-oysta chiqib qochib ketaveradi Qur'ondan. Siz tabliğda tugatdingiz, sonra munofiqlar jam bo'ladi" dedi. Bu ummati Muhammad alayhisalomga ulamo tabliğ qilarsa munofiqlar o'zi chiqib ketadi, boshqa undan sonra ko'rasiz bellarga jam bo'lib joy bo'ladi. Chun dinga arzish yo'q, Qur'onga arzish yo'q. Dinni bilmasang, zar qadrini zargar biladi dedi. Dinni tonimagan insondan chammon giloh ham kerak emas. Dinimizni tanishlik kerak. Din osonlik bilan kelgani yo'q. Vaqt ham kam. Namozni sho'rga jamoat qilib olamiz. Aytib to'xtasak, kechalar tukanar, ammo siratu suratu qurbonli sahoba ikrom payg'ambar alayhisalom tukanmaydi. Hijolat qilaylik o'z yonimizda. Qo'ying, men bir gunohkor, noloyiq, ojiz, sharmandaman. O'zingizga, qalbingizga qarang. Alloh bilan faysala qilingki, Alloh. Qalbingiz bilan ayting, Alloh. Baland ovoz bilan. Alloh. Alloh. Qarang, gunohkor bandalarga Alloh taolo nima? 3 marotaba labbeyk, labbeyk, labbeyk. U Malikul mulk bo'lgan zot gunoh qilib gunohdan charchab kelib bir qalla Alloh desay, labbeyk bandam, labbeyk bandam, labbeyk bandam deydi. Uning dargohiga sar va sajda qo'ymasak, qayerga qo'yamiz? Bir kattaroq qo'mondon mas'ul kelsa, oyoq qo'lidan o'pib chopamiz. Ammo Malikul mulk bo'lgan zotga nima uchun zori qilmaymiz? Haqiqiy Malik Alloh, haqiqiy roziq Alloh, haqiqiy izzat berayotgan Alloh, haqiqiy bizlarga zindagilik berayotgan Alloh. Allohdan boshqa hech kim malik bo'la olmaydi. Alloh bir mollarniki emas, mujohidniki emas, qoziniki emas. Inna akramakum indallohi atqakum. Har kim taqvodor inson bo'lsa, Alloh taolo ham innalloha ma'as sodiqin. Alloh taolo sodiqlar bilan. Alloh taolo aytadi: "Ittaqulloh." Sizlar mendan qo'rqing, Allohdan qo'rqing, Allohdan qo'rqaylik, Allohdan hijolat qilaylik, Allohdan sharm qilaylik. Hijob, parda siyosatlarimizga tuzataylik, familiyalarimizda, aqidalarda tuzataylik. Barodarlar, bugun boyat fazilatun nikohu to'y bo'lsa, qurboni bo'lsamki, fazilatun nikohu to'y, fazilati nikohu to'ydan avval aqoid musulmonning bildirishlik musulmonlarga farz. Boyada har munbarga, har majlisda musulmonda aqidasidan boxabar qilsak, musulmonda maqsudidan boyat musulmonda ogoh qilsak, g'arazidan ogoh qilsak, albatta vaqtlaringizda ham xeyla ko'p oldim. Boz ham bu kiyov bolaka, bu qavmga, bu millatga va bu qariyaga, bu mahfilda va bu to'yda, bu valimani tabrik va tahniyat muborakbod arz etaman. Albatta men xeyla bandai ojizman, gunohkorman. Meni haqqimga ko'proq duo qilinglar. Bilxusus ey oq soqol otaxonlar, ey soqollaringiz oqargan otalar, Alloh payg'ambar alayhisalomga aytadiki: "Ey Muhammad, u soqoli oqargan otalar qul ko'tarsa,
Alloh desa, duo qilsa, hijolat va sharm qilamanki ularni qo'lini xoli qaytarsam deydi. Sizlar bizdek gunohkorlarda haqqiga duo qiling. Alloh sobit qadam qo'ysin. Alloh royi haq va rohi dini Qur'onda jami shahodat nasib aylantirsin. Ammo bu millat chahorgona yo'l isroli jamil millatga xizmat qilishlikda va bizday bir gunohkor noloyiqqa ham nasib aylantirsin. Inshaalloh uni shu yerga namozni jamoat qilamiz. Undan sonra muhayyarchilikki har kim uyiga ketadi yoki har kim o'ltiradi o'z ixtiyorida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.